Qiymati 500 ming so'm turadigan lampa almashtirish xizmatini sizlarga tekinga o'rgatib qo'yaman. Mindray B88 yarim avtomat biokimeviy analizatorning lampasini almashtirishini ko'rib chiqamiz. Lampasini almashtirish uchun bu yerdagi qopqog'ini ochishimiz kerak bo'ladi. Qopqog'ini ochdik. Bu yerdan himoya qopqog'ini ochamiz. Lampa mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Mana bu gaykani yechib lampani olamiz. Shuni tortsak, lampa chiqadi. Bu yerda maxsus birikuvchi qism bor. Shuni bamisini bosib turib tortganimizda chiqib keladi. Yangi sotib olingan lampangiz ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yangi lampani olasiz, joyiga joylashtirib qo'yamiz. Mana bu yerga o'zi tushadi. Va mana teshigi, lampani o'rni shu yerga joylashtirishimiz kerak. Joylashtirayotganda mana e'tibor qilsangiz, ikkita teshigi bor. Kichik teshigini bu yoqdagi mana bitta temirchasiga kiydirishimiz kerak. Bu tomoniga esa bolt qoldiradi. Gayka. Mana joylashtirib oldik. Endi qotirib qo'yamiz. Bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda bundan da foydali ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz.